Menga Koreyaga kelgandan beri koreyslar va o'zbeklar tomonidan eng ko'p beriladigan savol bu uy ijaraga qancha pul to'laysan. Men doim qancha pul to'lashimni aytaman, lekin depozitga qancha pul qo'yishimni aytmayman. Koreyslar so'rashadi depozitni, lekin o'zbeklar ko'pi bilishmaydi. O'zbekistonda odamlarning dardi uy. Hamma uy olaman, yaxshi uyda yashayman deydi. Xuddi shunday koreyslar ham yaxshi uyda, yaxshi joyda yashagisi keladi. Koreyada agar ijaraga uy olmoqchi bo'lsangiz, brokerga borasiz, ya'ni pudongsan. Borishingiz bilan ular sizga qanaqa ijarani xohlaysan? Volse xohlaysanmi, chonse xohlaysanmi yoki panchonse xohlaysanmi degan savollarni berishadi. Volse deganda arendani oyma-oy to'lab turiladi, lekin bu yerda ham depozit kiradi. Dollarda aytadigan bo'lsam, $1000 dan boshlanib, $10,000 to'radi, $50,000 berib qo'yasiz, lekin oyiga arendani pulini ham berib qo'yasiz. Endi menga umuman yoqmaydigani chonse. Lekin chonse bu o'ta katta miqdordagi pulni uyning egasiga berib qo'yasiz va o'sha uyda kontraktni 2 yilga qilgan bo'lsangiz, 2 yil hech narsa to'lamaysiz. Uyga kommunal, svet, gaz pulini to'lashingiz mumkin. Koreyslar chonseni ma'qul ko'rishadi, chunki u pul turadi-da, arenda to'lashmaydi. Lekin chiqib ketganingizdan keyin sizni qo'lingizga topshirish kerak. Endi bir savol tug'iladi, shu tizim ishlayaptimi? Tasavvur qiling, butun hayotingiz davomida yiqqan 80 ming, 100 ming, 200 ming, 300 ming pulingizni uyning egasiga topshirdingiz. Topshirganingizdan keyin uyda yashadingiz, oylik to'lamadingiz, uyning egasi pulingizni aylantirganmi, nimadir qilgan, xolos 2 yil o'tgandan keyin uyning egasiga men chiqib ketmoqchiman, meni pulimni qilib ber desangiz, qaytarib bermasa nima qilgan bo'lardingiz? Yaqinda Koreyada ham xuddi shunday holat yuz berdi. 25 mingdan ortiq odam xuddi shunaqa holatlar bo'lib, pulini qaytarib ola olmagan. Endi keyingi videoyimizda bu tuzoq qanday ishlaydi va qanday o'zingizni bu tuzoqdan himoya qilishingiz mumkin. Agar chet ellik bo'lsangiz, bu haqda eshitmagan bo'lishingiz mumkin. Koreyslar aldamaydi, hamma dokumentlarini joy-joyida qiladi degan fikrlar bo'lishi mumkin, lekin noto'g'ri. Hamma narsani joy-joyida qilgan odam joy-joyida yolg'on qilishni ham biladi. Shuni ham esdan chiqarmaylik.